Sirdaryo viloyatida 24 yoshli haydovchi yo'l qoidalariga amal qilmaganligi sababli 2 nafar o'quvchining bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Sardobalik haydovchi avtomashinani soatiga 60 km/soat tezlik belgilangan joy hududda 118 km tezlikda boshqarib, yo'l yoqasidan ketayotgan 2 nafar o'smirni urib yuborib, ularning o'limiga sabab bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sardoba tuman sudining hukmi bilan haydovchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-modda 3-qismi A bandi bilan aybli deb topilib, unga 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilgan holda 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Sizning birgina xatoyingiz sababli boshqalar farzand dog'ida qolishmasin.